Bugungi videoda biz YouTube'dan ketgan Minecraft Wrecker haqida gaplashamiz. Qani unda biz videoni boshladik. Wreckerni ketganiga 1,5 yildan oshib qolgan va u 441 mingta obunachi yiqqan. 558 ta video bilan Wreckerning boshqa joyda o'qishi bo'lgan, shuning uchun ham u ketgan. Lekin bolalar, Wrecker albatta u qaytadi. Discord serverida ham aytgan. Albatta Mega Team bilan aytgan. Lekin u albatta Discord serverida ham aytgan qaytaman deb. Lekin shu yaqin orada 2026-yil yaqin orada qaytib qolsa kerak. Lekin u Wrecker albatta qaytib qolsa kerak. Lekin biz Wreckerni qaytishini ham kutib qolamiz. Lekin u bolalar Wreckerni qaytishiga omad tilaymiz. Lekin Wrecker ham oldi Minecraft versiyasining sababi u Wrecker 6 yildan beri o'ynaydi. 6 yil ichida 441 mingta obunachi chiqqan. 558 ta video bilan. Wreckerning eng birinchi qo'ygan videosi mana, birinchi boshlagan videosi mana, 2020-yil qo'ygan videosi. Hammaga xayr, like, obuna bosib qo'yinglar.